11 qism. Dərsdən tush qo'ng'iq chelindi. Hammali bolalar maktabdan qaytib atadi. Berna takror qilib qaytmoqchi bo'lib, kitobni qo'liga oldi. Uyga qaytmamsiz? Ansar qo'lidagi cho'yla to'pni sinfning derazasiga qo'yib qo'ygach, Bernaning o'dildagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Yo'q, birdan takror qilib qaytay debchi. Berna shundoq degach kitobini varaqladi. Ansarmi ortiq gap qilmasdan kulib qo'ydi. Uninggacha Nadira qo'ldagi supurgini tashlab qo'ygandan keyin ularning yeniga keldi. Nima, qaytmamsan? Jur'atni saqlayaptamsan ya? Yo'qay. Berna ortiq gap qilmasdan beshin chayqab qo'ydi. Jur'atning ismini anglash bilan Ansarning chiroyi totiribla ketdi. O qapoqlarini turguncha Bernaga olib qaradi. Jur'at degan kim bo'lib ketdimdi? Bernaning muhabbati. Nadira ko'zlarini o'ynatgancha Berna bilan Ansarga qarab qo'ydi. Ansarning chiroyi totirib ketgan edi. Biroq qilch chandurmasdan kulib qo'ydi-da, eshikni jang'ida yopqincha sinfdan chiqib ketdi. Berna Nadiraning gapidan ranjib, ko'zlarini yo'g'on ochqincha Nadiraga olib qo'ydi. Ham qo'lidagi kitobni tashlab qo'yib, Ansarning keynidan chiqib ketdi. Kutilmagan mehmon. Berna bilan Ansarning paranglashmag'iniga bir haftadan eshib qoldi. Ansarmi burunqidek qizg'inlik bilan Bernaga yordamlashmaydi. Qiziq paranglar bilan Bernani kuldirmaydi. Faqat sinfidagi bir qancha bekor talat do'stlari bilan paranglashguncha o'zining ishlarini bo'layotdi. Nemishqikin Bernaning ko'ngli shunchalik yerim bo'layotdi. Ansardan nima bo'lganligini so'ramoqchi bo'ldi. Biroq nima deb, qanday so'rashni bilolmay, ichi titildab yurayotdi. Yana kelib, Ansarning maktabga kelmaganiga 4 kunlarcha bo'lib qoldi. Ansar maktabga kelmagandan beri Berna texim Ansar avatdi. Ay ahmaq, mendan ranjigan bo'lsang, ranjigin. Maktabga kelsang, nima bo'la? Berna o'ziga o'zi gap qilyotdi. Ichi titildab, ichini bir xil ochiq tuyg'u chirmib olgan edi. Lekin Berna bu xil tuyg'uni faqat o'zidagi do'stlik mehr debla qarab kelyotdi. Mundaqcha aytganda, o'zining Ansarni sezmayli yaxshi ko'rib qilishini xiyoliga keltiribmi boqmagan, ham e'tirof qilg'isi kelmayotgan edi. Bernaning mushundaq tanglikda qolgan tushuniksiz xiyollari Madinaning kelishi bilan oxirlashdi. Madina sinf ichidagi qizlar bilan o'zaro salomlashib qo'ygandan keyin, sumkasini o'rindiqqa tashlab qo'ygandan keyin inglizcha kitobni ko'tarib Bernaning yeniga keldi. Ay, nima bo'lding? Hech nima. Berna beshini chayqab qo'ydi. Yura, aylanib kelamiz. Texi darsga kirishimizga xeyli vaqt bor ekan. Berna mush gapni saqlab turgandekla o'rindan tezla turdi. Havo bir xil salqin edi. Ular maktabning keyindagi chimliqqa kelib o'ltirishdi. Tush vaqti bo'lg'achqimi, maydonda ancha ko'p odam yo'q edi. Madina to'xtamay gap qilyotdi. Berna ortiq gap qilmasdan kulib qo'ydi. Qara Ansar degan go'yni. Berna hayronlik bilan maktab ichiga kirayotgan Ansarni sharat qildi. Ansar o'zi bilan tangdimatlik kelgudak bir qiz bilan paranglashib maktab ichiga kirib ketayotdi. Berna ko'z oldidagi bu reallik oldida qanday qilishni bilolmay ko'zlariga issiq yosh keldi.
ko'zlaridagi yoshlarmi uning ixtiyoriga bo'ysunmay eqiyotatdi. Voy, sana nima bo'ldi? Endi kulib o'ltirmamdim. Men yig'lamadim. Nada yig'layapman? Allah Allah, sen yig'lamayapsan, men yig'layapman. Qara seni. Madina yanchuqdagi qog'ozni chiqarib Barnaning yeshin surtishga boshladi. Barna ko'z yoshlarini to'sishga oralla ulgurgandi. Madina Barnaning ansarini deb yig'layotganligini biladi, lekin bu savolni qaytlab so'rab, uning yarsiga tuz chachqisi kelmadi. Aradan dars qo'ng'irqining chelinishi bilan ularni yugurguncha sinfga kirib ketishdi. O'qituvchining so'zlayotgan har bir darsi Barnaning kallasiga qat'iy tushmagan edi. O'qituvchi nima deyotdi, qanday topshiriqlarni berdi, Barnaning kallasida faqat ansar bilan texi boyli ansar bilan paranglashib turgan qiz kelib oldi. U beshini yana bir qitim silkivatgandan keyin atrofiga qaradi. Madina Barnaga izchil diqqat qilib o'tdi. Barna Madinadan ko'zlarini qochirguncha kitobiga qarab oldi. Ansar bo'lsa hech nimadan xabarsiz holda do'stiga qaraguncha o'ltiribdi. Darsdan tush qo'ng'irqi oxiri chelindi. Ballami xuddi mushuni saqlab turgandek xo'shalliqdan bir-biriga qarab pichirlashyotdi. O'qituvchi ko'z aynigini taqgandan keyin sinfdagi bolalarga bir qo'r qarab etgandan keyin Barnaga tikildi. Barna, baya jur'at telefon qilgan, uyinglarda jiddiy ish chiqib qopti. Bugungi cho'ntazlikqa qatnashmaylar, uyingizga qaytsangiz bo'ladi. Barna biray kelishmaslik yuz bermaganda deganlarni o'ylab ulgurgan edi. O'qituvchining sinfdan chiqib ketishi bilan Barna o'qituvchining ishxonasiga chiqib ketdi. Ansar bir oz ajablangandek Barnaning keynidan qaraguncha turib qoldi. Ham do'skini surtayotgan Madinani chaqirdi. Madina tumshug'ini ushlaguncha "Gapingiz o'zing kel" degandek parvo qilmasdan ishini davomlashtirdi. Ansar bo'lsa jili bo'g'uncha bir oz o'yilni olgandan keyin Madinaning yeniga keldi. Ham uning qo'ldagi do'stga o'chirgichni tortib oldi. Nima qilyapsan? Sen bilan paranglashirga ishim bor, Madina. Madina ortiq gap qilmasdan qo'ldagi bo'rini qo'yib qo'ygandan keyin Ansar bilan koridorga chiqdi. Ansar atrofiga bir qo'r qarab chiqqandan keyin bo'sh ovozda so'radi. Rost gap qila, Barnaning o'g'il do'sti bormi? Allah, nima deydigan sen? Kim shunday deydi sana? Jur'atiga o'g'il do'st ekan-ku. Madinaning Barnaning gapini anglab, qaqoqlab kulib ketdi. Ansar qopqin turib jiddiy tusga kirdi. Ansarning turilib ketgan qapoqlariga qarab, Madina kulkisini aralla to'xtatgandan keyin astoydillik bilan tushuntirishga boshladi. Jur'at degan Barnaning navra aksi, sen bek ortiqcha tushunib qopsan. Rostmi? Men texi Ansar o'ng'aysizlangandek beshini tatlab qo'ydi. Barnaning o'qituvchilar ishxonasidan qaytib chiqayotganligini ko'rib, Ansar bilan Madina paranglarini tezil to'xtatib oldi. Barna maktabdan chiqibla bekatga yetib keldi. Taliga avtobusmi tayyor edi. Barna avtobusga chiqqandan keyin eng keyindagi o'rindiqqa kelib, oralla joylashib oldi. Uyda nima ishlarning bo'lganligini bilishga shuncha aldirayotdi. Uyga tezroq yetib berish uchun arlab oldi keyniga qarab qo'yatdi. Xuddi mashina mangmayotgandek, xuddi to'xtab qolgandekla hissiyotga kelyotdi. Yuraklari ansiz so'qyotdi. Mashina
oxir ko'zlagan manziliga yetib keldi. U oldirg'incha mashinadan tushdi-da, uyga qarab yugurdi. O'yli ichi jimjit edi. Jurat o'yilda o'tin chanavatadi. Dilbar qozon beshida say qo'rvatadi. Berna Dilbar bilan yuz yiqib ko'rishgandan keyin uy ichiga qarab qo'ygach, qo'ldagi so'mkasini o'yildagi uzum baroni yeniga qo'yib qo'yilgan karavotga tashlab qo'ydi. Ne bo'ldi? Cho'ng ish yo'qdi. Yoqay, sochlaring nim bo'lib ketdi. Bu yoqqa kela. Dilbar Bernaning sochlarini tuzab qo'ygandan keyin kulimsirab qo'yib, Bernani yetilgach uyga elib kirdi. Berna uyga kiribla to'rda o'ltirgan qovul kelishgan burutliq 50 yoshlar chammasdagi er bilan u kishidan ancha farqlanib ketmagidek yana biraylan o'ltiradi. Keldingmi? Sajida tugayotgan cho'chorlarni patnus ichiga solg'ach Bernaga qaradi. Yordamlashaymi? Yo'q, to'rga chiqib o'ltir. Roziya ishimiz tugib bo'lamiz. Berna opasining tuyuqsizlik qilgan bu yaxshi muomalasidan hayronlik his qilib, nima bo'layotgandi? degandek Roziyaga ko'z ishorasi qildi. Roziyami xuddi hech bo'lmagandek beshin chayqab qo'yib, televizorga qarab o'ltiradi. Ustiga chiqqan qizim. Burutliq kelgan kishi shundoq degach Bernaga kulimsirab qaradi. Tova, bir yerda ko'rgandekla qilaman bu odamni. Kimdi? Berna shularni o'ylag'ach, oyiqining boqqichini yeshivatgandan keyin ko'rpining bir chetiga kelib o'ltirgandan keyin tortilganda qilib ularga choy quymoqchi bo'lib, cho'ginni elishi bilan burutliq kishi gelini qirqib qo'ygandan keyin so'zini boshladi. Mana Bernami birdamda cho'p-cho'ngli qiz bo'lib ketibdi. Shundoq. Berna, bu odam Berna sol nazarda Sajidaga burildi. Sajida ig'ir bir nafas olgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Sening dadang, sening o'z dadang bo'ladi. Nima? Berna og'zini ochqincha turibla qoldi. Burutliq kishi beshini ling'ishtgancha chandurmasdan uyon bu yonga qarab qo'ydi. Bernaning ko'zlaridan shodlik yoshlari jilvilandi. Agar tortinmagan bo'lsa, dadasini ching'ida quchoqlab qo'yib, suyib qo'yg'isi bor edi. Biroq tortinmayotdi. Hatto dadasi bilan qandoq ko'rishini bilolmay qelyotdi. Sajida tugayotgan cho'chorlarni qo'yib qo'ygandan keyin Roziyani o'ylig'i elib chiqib ketdi. Eshikning yepilishi bilan Berna ovozini qo'yib berib, texim esadab yig'lashga boshladi. Qaharning ko'zlariga mo issiq yosh to'lgan edi. "Yenimga keling qizim. Bu yoqqa keling." Berna yoshlarini qo'li bilan surtgandan keyin beshini ling'ishtgancha Qaharning yeniga kelib o'ltirdi. Qahar yumshoq ham issiq qo'llari bilan Bernaning yeshini surtdi. Qaharning yinida o'ltirgan odamma telefon kelib qolganligini bahona qilib o'ylig'i chiqib ketdi. "Yig'lamang qizim. Undoq yig'lamang." Dada, nimishqa ajrashdingmi? Nimishqa? Qahar nima deyishni bilolmay Bernani bag'riga bosdi. Berna dadasini ching'il quchoqlaguncha bulduqlab yig'lashga boshladi. Qahar Bernaning beshini silig'incha uning peshonasiga suyib qo'ygandan keyin yoshlarini surtdi. Berna o'zini sal besi olgandan keyin beshini ko'tarib Qaharga tikildi. Akamchi, Qaysar akam yeningizga ketgan emasmi? Akami? Qahar amalsiz yolg'on gap qilishga majbur bo'lgan edi.
Qaysar akangiz Ürümchida bizning do'kon qaravatida. Siz nima akagil keldim? Men bilan Ürümchi ketamsiz qizim. Akam rostdan siz bilan ko'rishdi-da. Nimishqa menga biror xabarni bermaydi. Siz bilan qandoq aloqalashdi qizim? Mana men ko'rishgani keldim-ku mana. Berna yashang'irab turgan ko'zlar bilan tatliq kulimsirab qo'ydi. Qaysar akamdan bak ansirgan edim. Shukri, u sog' salomat bo'lsa bo'ldi. Akamda telefon bormi? Ovozini bir qitim anglab olay. Qahar nima deyishni bilmay turib qoldi. Berna aynan ahvolni demoqchi bo'ldi, biroq yana o'ylanib qolgan edi. 12-qism. Visal topgan muhabbat. Berna deraza oldida inkini yo'ligincha o'yliq qarab o'ltiradi. Sajida qo'ldagi chini qachilarni ishkab ichiga solg'ach, Bernaga yejiyib qarab qo'ydi. Ham chini qachilarni ishkab ustiga qo'yib qo'ygandan keyin Bernaning yeniga kelib, uni noqishlab qo'ydi. Hay juvaynimak, dadam keldi deb xush bo'latamsan? Ha, xush bo'laman. Dadam bilan nimishqa ajrashib ketdinglar? Ilgari dadam bilan to'y qilgan vaqtimizda uning puli yo'q edi. Puli yo'q bo'lsa-mu mayli deb to'y qilgan edim. Biroq keyin o'ylasam, bizga pul bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Shu sababdan ajrashib ketdim. Dadam shundoq boy ekan-ku. Haydab olgan mashinalarimni shundoq pechat turmamdi. Sajida ustal ustidagi narsa keraklarni yog'ishtirgach, beshin chayqab qo'ydi. Hozir shundoq bayib ketibdi. Haras, dadam bilan nima deyishdinglar? Ata maktabingizga sizni og'ili boraman deydi. Ata o'ynatib keladigan o'xshaydi. Faqat mushinchilikmi? Seni Urumchiga olib ketaman degandek gaplarni qilmadimi? Yo'q. Berna opasining tuyuqsizli o'zgarib qolgan muomalasiga qarab, to'mishqini ushlab qo'ydi-da, oyig'ini kiyib, o'ylig'i chiqib ketdi. Shu topda Bernaning kallasi qalaymi-qalashyotdi. Urumchiga dadisining keynidan shuncha ketkusi bor bo'lsa-mu, Sajidaga yana qiymay qilyotdi. Berna yengil nafas olguncha o'yildagi ujumi boring yendiki karvatga kelib o'ltirdi. Kallasi qalaymi-qalashyotdi. U chingqilib og'riyotgan ikki chekisini chingib tutquncha xiyolga petib, xeli uzun o'ltirdi. Berna qiz Jurat kulimsirguncha Bernaning o'rniga kelib o'ltirdi. Berna beshini ko'tarib Juratga qarab qo'ygandan keyin ortiq gap qilmasdan o'q tartqincha yerga qarab oldi. Dadisini ko'rgandan keyin xo'sh bo'lib ketdi deb o'ylabdi ekanmi? Nima bo'ldingiz? Beshingiz tushib ketibdi-ku. Dadingiz nima deydi? Meni Urumchiga akat kirib ketdi. Ata maktabingizga sizni og'ili boraman deydi. Rost gapni qilsam qanday qilishni bilolmay qoldim. Qaysarmi Urumchidagi? Qani bir shikoyat turib boqmamsiz? Qora akam xil o'nliq odamdek qildi. Herhalde Sajida odamdek sarang emaskan. Berna Juratning gapidan tatliq kulimsirab qo'ydi. Sen mushundoq gapni jiq qilib, Bernani tezroq yo'ldan chiqar, meni sarang da'vatamsan texi. Jurat Sajidaning ovozini anglab, cho'chib keyniga qaradi. Ham qoqoqlab kulib tashladi. Bernaning kulgisi kelgan bo'lsa-mu, chandurmasdan yan tarafga qarab oldi. Yo'q, Bernan devatime. Chiqaman uyingga. Nemishqa? Seni chiqat davatiman, mana amsa. Sajida atrofiga bir qo'r qarab atgandan keyin darhol putidagi oyoqni elib Juratga qartib otdi. Biroq oyoq tegmagan edi. U yana bir nim atmoqchi bo'ldi. Biroq bumi tegmagan edi. Jurat chiqib ketish u yoqda tursin, aksicha qoqoqlab kulib o'tadi.
seni uyingga chiqib ket deyapman. Sajida Cüratni yana qo'g'lamoqchi bo'lib yugurdi. Tuyuqsizla puti yerdagi o'rindiqqa taqishib, yerga yiqilib tushdi. Cürat texim qaqoqlab kulishga boshladi. Berna yugurguncha Sajidaning yeniga kelib, uni yo'liga Cüratga qarab qo'ydi. Cüratmi kulkidan o'zini arilla to'xtatgandan keyin Bernaga yordamlashib Sajidani yo'lamoqchi bo'ldi. Biroq Sajida qapoqlarini turib, Cüratni silkivetdi. Berna, aytayotganda sizni olg'il kirmas, uxlab qolmang-a? Cürat yana bir qitim ovozini chiqarib, qaqoqlab kulguncha chiqib ketdi. Bernaning qattiq kulgisi kelgan bo'lsa-mu, chandurmaga edi. Sajida Bernaning silkivetguncha oqsab yurib, uy ichiga kirib ketdi. Berna opasining keynidan qarab, kulib qo'yguncha, osmonga qaraguncha, cho'nqur xiyolga patguncha xeyli uzun turib qoldi. Tushlik darsdan tushish vaqti yetib keldi. Berna chochlarini tuzgandan keyin kitoblarini yig'ishtirishga boshladi. Sinfdagi hamma qizlar Bernaning atrofiga yig'ilib olgan edi. Ansar bo'lsa, levini chingida tishlaguncha Bernaga qarab o'ltiradi. Uning ko'nglimi shunchalik yerim edi. Bernaning Urumchiga ketganligini o'ylaganda ichi qattiq achchiq bo'lib o'tadi. Berna o'rnidan asta turgandan keyin keyniga burilib qaradi. Ham o'ziga tikilib qarab o'ltirgan Ansarga qarab, uning ko'nglimi yerim bo'lgan edi. U ko'zlarini Ansardan elib qochguncha to'limi bo'sh ovozda xo'sh degan so'zni aralla ayta oladi. Ansar beshin chayqab qo'yguncha gap qilmasdan sinfdan chiqib ketdi. Bernaning ko'zlaridan taramlab to'kilyotdi. U sinfidagi qizli saboqdoshlari bilan xo'shlashgandan keyin maktab sirtiga chiqdi. Qahar mashina aynikidan beshin chiqarib Bernaga ishorat qildi. Berna oldi keyniga qaraguncha Ansarni izladi. Biroq Ansar ko'rinmaydi. Bernaning ko'ngli yerim bo'lyotdi. Eng oxirgi qatim bo'lsa-mu, Ansarni ko'rilishni orzu qiladi. Biroq atrofda Ansarning soyisi ko'rinmaydi. Berna umidsizlangancha mashinaning eshigini ochgandan keyin keyniga yana bir qatim qarab o'tib, mashina ichiga joylashgandan keyin do'stlarga xo'sh degandek qo'lni pulanlatib qo'ydi. Mashina qo'zg'alish bilan Bernaning ko'zlariga issiq yosh to'lgan edi. O'zini to'xtatib ololmay yig'layotdi. Qahar mashinaning oldi aynikidan Bernaga ma'nilik qarab qo'ygandan keyin ortiq gap qilmadi. Dada, mush yerda Urumchiga ma'amdiq. Opamiz bilan Dilbar xalq maydon taraf sizni saqlamoqchi bo'lgan. Berna beshin minishib qo'yib, ortiq gap qilmadi. Mashina mushu mangancha kech soat 2:30 yaqin Urumchiga yetib keldi. Berna yo'l bo'yi nurg'un shirin xiyollarni surib Urumchiga beribla Qaysar bilan ko'rishni, akisi bilan qong'uch paranglashni o'ylab o'tdi. Biroq ishlar uni kutilmagandek bo'ldi. Ularni kutib olgani Qaysar bo'lmasdan, balki Bahar xonim bo'lgan edi. Bahar nayt ochiq chiroy bilan Bernani qarshi oldi. Ham o'xshitib etilgan bir qancha tomoqni ustalga qo'ydi. Qahar Bernaning uy ichiga bir xil gumonliq nazar bilan qarayotganligini sezib, qilch chandurmasdan kulimsirab qo'ydi. Ham qachisdiki bir necha tal go'shni Bernaning qachisiga selib qo'ygach, so'zlarini boshladi.
tamaqingizni yeng qilsin. Akam uxlayotgan o'xshamamdi. Bizning kelganligimizni bilmamdi ya. Qahar nima deyishini bilmay Baharning ko'ziga qaradi. Bahar o'rindiqdan birini tartib elib, Barnaning o'rniga kelib o'ltirgandan keyin Akangiz yana bir akangiz bilan o'ynag'ili chiqib ketgan. Ular mushu necha kun ichida keladi. Avval tamaqingizni yeb, yaxshi aram eling ha qizim. Barna beshin lang'ishtib qo'ygandan keyin sal tortilgandek tamiqidan bir necha cho'ki yegandan keyin hujrasiga chiqib ketdi. Barna ko'zlarini o'g'lig'incha o'rindan turdi. Atrof allaqachon yorib bo'lgan edi. Quyosh nuri uy ichiga tushib-yotdi. Barna ehtiyot bilan o'rnidan turib, karavotini bir-qor tuzib etgandan keyin aynak yeniga kelib, chashlarini tuzdida ostingi qavatga tushdi. Uyning hamma yerlariga sapsilib qaradi. Xuddi podshoning ordisidek ratlik ham pokiz saramjallashtirilgan edi. Turdingizmi? Bu yerga tushing. Bahar muloyim kulimsirguncha ustalga mevchi bilan tizg'ach Barnaga ishorat qildi. Barnami tatliq kulimsirab qo'yib oshxonaga tushdi. Ham tomdagi soat 11 ga kelganini ko'rib, tortilguncha Baharning yeniga kelib o'ltirdi. Bugun toza uxlabdiman ha? Yo'q, hech qisi yo'q. Men tamaqingizni isitib beray ha. Barna Baharning keynidan qarag'incha bir xil ko'ngli xo'sh bo'lib qolgan edi. Azaldan bundoq illiq muomalaga erishib boqmagan bo'g'ashqimi Bahar bilan noyt tezla chiqishib qoldi. Bahar bir necha taxsa say bilan bir necha tal o'xshab etilgan bo'loq mantini Barnaning oldiga qo'ydi. Barna ishtaha bilan tamoqini yegach, Bahar bilan tog'dim-bog'dim paranglashib degandek vaqtini xeli beriyaga bog'anliqini to'ymay qolgan edi. Baharada akam qachon keladi? Akangiz bilan yana bir cho'ng akangiz ikkisi necha oy burun o'ynab chiqib ketgan edi. Taki mushu chaqqa qadar qaytib kelmadi. Arlab telefon qilib qo'ydi. Bu bolalar nalarda yurdikin tang? Dadam meni aldabdi-da. Barna Qaysarning xabarini anglab lassida bo'lib qolgan edi. Bo'ldi, yeringizni dadangiz bor emasmi? Menni o'zingizning apangizga o'xshash. Tartinmang. Akangizmi aldirmay paydo bo'lib qoldi. Akam bundoq bang'osh bolalardan emas edi. Urumchiga kipla. Rostaysiz, mening o'g'lim bang'osh. Akangizga kasal yuqqan o'xshaydi. Bahar shundoq degach kulib ketdi. Barna o'ng'aysizlangancha beshin chayqab qo'ydi. Ya, men undoq demoqchi emas Baharada. Shayton qiz, tamoqingizni tez yeng. Dadangiz sizni aylantirib kelamiz deganda qolgan. Barna tatliq kulimsirab qo'yguncha beshin lang'ishtib qo'ydi. Barnaning chatal tili o'rganayotganiga necha oylarcha bo'lgan edi. Urumchidan iborat bu yot muhitga Barna tezli moslashib ketdi. Bu yerga kelibmi sinfdan bir qancha yaqin do'stlarni tutib oldi. Biroq Madina shundaq Ansarga o'xshash yaqin do'stlari uning xiyolidan arlab paydo bo'lib turadi. Bo'libmi Ansar Barnaning tushlarida har bir qilgan ishlarda uning xiyolida uningga jo'ri bo'lib turadi. Darsga kirish qo'ng'iroq chalinish bilan o'qituvchi topshiriq daftarlarini ko'targuncha sinf ichiga kirib keldi. Ham qo'ldagi topshiriq daftarlarini munbar ustiga qo'yib qo'ygandan keyin yana koridorga chiqib ketdi. Barna kitobni qo'liga olguncha darslikni jiddiy yodlashga kirishdi. Savodashlar diqqat! Bugun sinfimizga yana bir yangi o'quvchi qo'shildi. Ismi Ansar. Ilgirmi chatal til o'rgangan. Barna cho'chib beshini ko'tardi. Ko'z oldida
kulimsirguncha sinfdagi hammala bolalarga tekshi qarab birini izlayotgan Ansarni ko'rib Bernaning yuraklari gupildab so'qishga boshladi. Xo'shallikdan, chiroydan tatliq kulki jilvilandi. Bernaning shu topdagi xo'shalligini ifodalashga ojizlik qilyotdi. Ang keyinga berib o'ltir. Ansar Berna'g'im kulimsirab qarab qo'yguncha o'tib ketdi. Berna yengil nafas olguncha tezroq darsdan tushishni saqlayotdi. Ansarga nima deyishni, qandoq paranglashni o'ylayotdi. Biroq Ansar bilan paranglashganda bo'lsa, bu gaplarning birini deyolmaydiganligini biladi. 13-qism. Acaba meni deb kelganmidi? Ajab yaxshi. Berna o'ziga o'zi pichirlayotdi. Darsdan tushish vaqti to'shqan bo'lsa-mu, o'qituvchi bu 10 minutlik dam olish vaqtini bermasdan darsni davomlashtiraverdi. Sinf ichidagi bolalar norozi bo'lgandek bir-biriga qarshib, nimalandir g'o'tildayotdi. Aram olish vaqti to'shdi. Berna keyniga burilib qarmoqchi bo'ldi. Biroq jur'at qilolmayotdi. Sinfdagi o'g'illar Ansarning atrofiga yig'ilib olgan bo'lib, Ansar ular bilan qizg'in parangga tushishga boshlagan edi. Bo'ptila, kashtila paranglashayli. Berna Ansarga kulib qo'yib, sinfidagi qizlar bilan birlikda chiqib ketdi. Berna Ansarning ovozini anglab, sal ayminib keyniga burildi. Bugun tushdan keyin materiallarni olmoqchidan birga chiqish beramsiz? Bugun tushdan keyin darsimizmi yo'q-ku? Sinfdagi o'g'illar bilan chiqmamsan? Yo'q, siz bilan chiqaman. Biz degan uzun yillik peshqadam saboqdoshmi? Muallimdan ruxsat so'rayli. Mahmud aka bugun kirdim. Sizdan boshqa hech bir yaqin do'stimmi yo'q? Ma'qul, tushdan keyin seni maktabning keyni tarafidagi piyodalar yo'lida saqlayman. Berna tartilgandek bo'lib yugurguncha chiqib ketdi. Ansarmi yendiki yangi tanishgan do'stlar bilan paranglashqach sinfdan ayrildi. Ansar Bernani saqlaguncha piyodalar yo'ldagi o'rindiqda o'ltiradi. Garchi Bernaning kelishiga yana birer soatlarcha vaqt bo'lsa-mu, u burunla kelib olgan edi. Ansar qo'ldagi qip-qizil atirgulga qaraguncha xiyolga patdi. Bernaga o'zining ko'nglini qandoq ifodalashni bilmaydi. Yana bir tarafdan demaslikni qaror qilyotdi. Ansar shundoq ikkilanish ichida atrofiga qaradi. Berna ko'k ranglik mayka bilan, qora ranglik chopon bilan, qora ranglik tor ishdan kelib olgan edi. Chochlarini qo'yib bergan bo'lib, uning bu olti uni yeshiga nisbatan bir oz cho'ng ko'rsatib qo'ygan bo'lsa-mu, uni noit o'moq ham chiroyli ko'rsatib qo'ygan edi. Bahorning sim-sim yomg'iri Bernaning piyodalar yo'lga kirishi bilan tang yig'ishga boshladi. Ansar atrofiga bir xil zo'qmanlik bilan qarab qo'ygandan keyin Bernaga qarab qo'lni pulanglatdi. Berna bir oz o'ng'aysizlangandek bo'lib, Ansarning yeniga kelib to'xtadi. "Qarang, yomg'ir yog'yotdi. Nimonda nefis kiyinib oldingiz?" Siz kelishdan burun yomg'ir yog'magan shu. Yuring, birdan aylanayli. Bernami kulib qo'yib, ortiq gap qilmasdan Ansarning keynidan mangdi. Yomg'irmi barbara to'xtab qolgan edi. Ular material setib olgandan keyin yo'l bo'yi ushshaq-tushak, uni buni yeb degandek xeli uzungacha bozor aylandi. Ularga bu dunyo bo'lakchil ranglar bilinyotdi. Atrofdagi barcha narsalar ularga shuncha go'zal ham shuncha illiq ko'rinyotdi. Berna bilan Ansar qiziq paranglar bilan bo'lib, Bernaning uyi oldiga qandoq kelib qolganligini sezmayli qolgan edi.
men uyga kirib ketay. Birdamdil kep qoldiq-ku. Ansar nima deyishni bilmay, beshin taplab qo'yguncha yerga qarab oldi. Shuni deymansan, qo'lingdagi attirgulmi biz bilan xeli uzun aylandi ya. Ko'rib qopsiz-da. Bayadan beri ko'zim aşı güldili qoldi. Berna yuzlar qizargan holda yerga qarab oldi. Berna, men sizni debli Urumchi keldim. Sizning bu yerda turayotganligingizni Madinadan surishtirib bildim. Amaliyotda men sizni Ansar gapining oxirida yutib etdi. Nima deyishni bilmay qoldimi yoki xijil bo'layotamdi? O nima deyishni bilmay, uyan bu yonga qarab qo'ygandan keyin orni bir oz sukut qopildi. Qilnaroq kiyinib yur, havo so'g'aq. Berna Ansarning chopinining peshini o'ngshab qo'ygandan keyin keyniga burildi. Berna, menga ma'qul bo'lamsiz? Sizni bir umr baxtli qilishga va'da beraman. Berna keyniga burilib, tatliq kulimsirab qo'ydi. Ham yugurguncha uyga kirib ketdi. Ansar Bernaning ifoda bildirmayli kirib ketganiga qarab, yengil nafas olguncha bo'lakchilar hayajonlanish ichida Bernaning uyi oldidan ayrildi. Oshkorlangan sir. Berna qo'lidagi atirgulni ko'targuncha yotoq uyiga yugurib chiqib ketdi. Ham qo'lidagi atirgulni ustan ustiga qo'yib qo'ygandan keyin dariza pardasini ozroq qayirguncha sirtqa qaradi. Ansar allaqachon ketib bo'lgan edi. Berna kulimsirguncha dariza oldida tatli xiyolga patdi. Orqadan yotoq uyining eshigi chekildi. Berna üstü beşini bir tüzüp olgandan keyin yotoq uyining eshigini ochdi. Bahar xonim bir necha qo'r kiyimni tutib turadi. Eshikni nemishqa taqib oldingiz? Baya yugurib chiqib ketgan edingiz. Men bo'lganda deb ansirab qoldim jumu. Berna ortiq gap qilmasdan kulib qo'ydi. Bahargul xonim uy ichiga biror qo'r qarab etgandan keyin qo'ldagi kiyimlarni Bernaga sundi. Berna hayronlik his qilib Bahar xonimga tikildi. Bugun bozorga chiqqan edim, ko'zimga chiroyli ko'rinib qoldi. Shuni sizga alg'ash kirishim. Rahmat Bahar ada. Yoqay, arzimaydi jin. Bahar xonim Bernaning burnini chimdab qo'ygandan keyin ustal ustidagi atirgulga ko'zi tushdi. Berna o'ng'aysizlangancha uyoq-buyoqqa qarab olgandi. Bahar xonim o'rnidan turib ustal ustidagi atirgulni qo'liga oldi ham purab baqqandan keyin kulimsiragancha Bernaga tikildi. Voy jin, bu gulni kimdadi amdi? Bo'ldi, so'rimg'ali bo'lay, tamoq tayyor bo'layli deb qoldi. Darhol tushing, ha? Bahar xonim yotoqdan chiqib ketgandan keyin Berna atirgulni qo'liga ilib qonug'icha po'ridi. Ham hujur uyining darizasiga tashtak sanjib qo'ygandan keyin yotoq ichini ratlashga boshladi. Oradan Bahar xonimning chaqirishi bilan Berna yugurguncha oshxona uyiga tushdi. Qahar telefon trubkasini tutib olgan bo'lib, chiroyning qandoqdir tashvishlanish ham aloqsadlik aniq bilinib turadi. Qahar eg'ir tortquncha telefonni qo'yib qo'ygandan keyin beshini tutquncha xiyolga patdi. Bahar xonim partuqlarni tortib elevatgandan keyin sofaga kelib o'ltirdi ham nima bo'ldi degandek Qaharga savol nazarda burildi. Men bo'ldingiz, bir ish bo'ldimi? Yo'q, bizning rasmiyatlar tayyorlabdi. Qahar beshini chayqab qo'ygandan keyin stakandagi meva suyidan bir necha yutum ichib etdi.
Berna arlap Bahar bilan Qaharning chet elga chiqish to'g'risida qilishgan paranglarini anglab qolatdi. Hozir Qaharning da'vatqinimi dal chet elga chiqish rasmiyatlari to'g'risidagi paranglar edi. Endi qanday qilamiz? Men bilmayman. Rinat bilan Qaysarjo ularni qanday qilamiz? Qahar Bernaning oldida ortiq gap qilishni xohlamadi bo'g'ay, ko'zlarini chekchaytguncha Bahar xonimga oliyib qaradi. Bahar xonim ortiq gap qilmasdan oshxona uyiga kirib ketdi. Kechlik tomoq shuncha ma'nisiz ham jimjit holatda oxirlashdi. Qahar arlab Bernaga qarab qo'yatdi. O'qishlaringiz qanday qizim? Ko'nib qoldingizmi? Ha, tezli ko'nib ketdim. Savoqdoshlarim shunday yaxshi ekan. Bahar adam bilan tezli chiqishib ketdik. Biroq opamni siyg'indim. Ta'tilingiz to'shqanda g'uljiq qaytib, opangiz bilan ko'rishib kelsiz. Kichik bolaning gapini Qahar pisingida kulib qo'ydi. Biroq dada, sizlar chet elga chiqadigan tursanglar. Nima deydiganda majintak. Men bo'lmasam Bahar opangiz bor. Men 3 oy ichida qaytib kelaman. Uyga ko'namay qoldingizmi yo? Yo'q, o'zining dadasi bilan birga turishdanmi zerikamdi. Faqat g'uljiga qaytib qom keldi shu. Qahar Bernaning gapidan sal g'alitlik his qilib Bahar xonimga qaradi. Bahar xonim ustaldagi chinqachilarni ko'targuncha oshxona uyiga kirib ketgan edi. Bahar opangiz biror nima dedimi ya? Qahar atrofiga bir qur qarab etgandan keyin bo'sh ovozda so'radi. Berna yo'q degandek beshini chayqab qo'ydi. Sizlar chet elga chiqadigan tursanglar, men yo'linglarni to'sib qo'ysam. Bahar edingiz bor emasmi? Sizlar mu xil chiqishib ketdinglar-ku. Chet elga yolg'iz menli chiqima. Bahar edingiz uyda qolib qoldi. Bir g'ulji qaysingizmi? Sajidaning qandoqligini yaxshi bilaman. Uyda Qaysar akam yo'qkan, Bahar adam qo'y yaxshi ayolkan, lekin yanada siz bo'lmasangiz bu uyda turg'im kelmaydi ekan. Siz chet eldan qaytib kelganda bo'ldi qizim. Hujringizga chiqib baq qizim, yaxshi oramda. Qahar qo'shimmisini turguncha ustal ostidagi gazetni qo'liga ilib o'qishga boshladi. Berna o'q tortib qo'yguncha yotoq uyga chiqib ketdi. Atdigandila havo tutilib, osmonni qora bulutlar qoplagan edi. Berna mashqliqni qilibla oldirguncha uydan chiqib, atrofiga nazar soldi. Baharning simsim yomg'iri atrofni belakchila rangdor tusga kirgizgan edi. Berna dochining darvozasini ehtiyot bilan yopgandan keyin ochqichni yonchiqiga solguncha atrofiga qarab tatdi. Hey, men bu yoqda. Ansar qo'lida kunlik tutguncha qarab turadi. Berna tatliq kulimsirab qo'yguncha Ansarning qeshig'i yugurib keldi. Atdigandila yigib kep qapsan-ku. Bugun yomg'ir yog'yapti-da. Sho'ng sizning kunlik olmay chiqilganligingizni bilaman. Sho'ng keldim. Arliqi uncha yiroq bo'lmasa, avar bo'lsan. Bo'ldi. Kunlikning ichiga kiring. Yomg'ir yog'yapsa, kiyolgan kiyimingizni qarang. Yomg'ir texim sharqirab yig'ishga boshladi. Atrofdagi hamma odam yomg'irdan panohlanish uchun uyon-bu yoqqa o'tishib turadi. Ba'zilar bo'lsa, yer osti yo'lga kirguncha yomg'irdan panohlanib. Ularning qiziq paranglar bilan maktab oldiga qanday yetib kelganligini sezmayli qilishdi. Ular sinfga kirganda sinfda birma odam ko'rinmaydi. Ular sumkalarni o'rindiqqa qo'yib qo'yishdi. Ansar
inglizcha kitobni qo'lga olgandan keyin Bernaning keyindagi bo'sh o'ringa kelib o'ltirdi. Ansar, yurtqa qaytqun kelyapamdi. Albatta, sen demasan men Nimbaya Urumchida. Men G'olchiga qaytaymikin deyapman. Madinalarni bak sig'indim. Opamni, yana Jurat akamni, Roziyalarni shundoq sig'indim. Meni-chi? Meni sig'inmadingmi? Voy sarang, sen ko'z oldimda tursan. Berna o'ng'aysizlangancha yerga qarab oldi. Ansar sovuq shamol kirib turgan dariza aynigini yopgandan keyin yana joyiga kelib o'ltirdi. Bir chog'da akam ba, o Urumchiga ketdi deganda gaplarni qilyotding. Akam turmadi ekan-ku. Buni menda yushirib nima qilasa deyman. Berna Ansarning gapini anglab, dong etib turibla qoldi. On 4. qism. Quloqlariga ishonmagandek yana bir qatam qaytlab so'radi. Nima deyapsan? Kallang joyidimi? Akam qachon turmaga kirib qapti? Ansar bu ishlardan Bernaning xabarsiz ekanligiga ishonguz kelmay bir oz hayronlik his qilguncha og'zini chingada tutib oldi. Ham ko'zlarini yo'g'on ichib savol nazarda Bernaga tikildi. Nima? Sen bilmamding? Oildagi fojia. Kechlik tomoq vaqti yetib keldi. Berna beshini ko'tarmay tomoq yeyotdi. Atigandan beri yig'ilgan bo'g'oshqimi ko'zlari qizirib, yig'ilgani monaman degandekla bilinib turadi. Cho'kalaning chini ichiga tegib chiqargan ovozni hisob qilmaganda hech qanday parang bo'lmagan edi. Qahar arlab Bernaning ko'ziga qarab qo'yatdi, ham Bahorga ko'z ishorasi qilib qo'yatdi. Qizim, mijozingiz yo'qmi nima? Qahar qo'ldagi cho'kini ustdan ustiga qo'yib qo'ygandan keyin Bernaning peshonasini tutib baqdi. Berna o'zini tutolmay ko'zdan bir necha yosh tomchi eqib tushdi. Qahar ensirgancha so'radi. Og'rib qoldingizmi? Naringiz og'riyotdi qizim? Azroq qo'sqim og'riyotdi dada, cho'ng ishim yo'q. Yuring, sizni doktorxonaga olib chiqay. Qahar oldirgancha o'rindiqni chetga tortib qo'yib, o'rnidan turdi. Berna beshin chayqab qo'yguncha ko'zlarini yo'g'on ichib Qaharga tikildi. Dada, avar bo'lmang. Birdan uxlavasam yaxshi bo'lib qolaman. Men chiqib ketay. Berna yugurguncha ustungi qavatga chiqib ketdi. Qahar qapoqlarini turguncha Bahorga oliyib qaradi. Bahor xonim ko'zlarini elib qochguncha yerga qarab oldi, ham men hech nima demadim deguncha beshin chayqab qo'yib ustalni yog'ishtirishga boshladi. Doğru sanduq qayerda? Qo'saq doğrusini elib chiqqina, Bernaning yeniga kirib chiqay. Qahar tortqincha ustungi qavatga qaradi. Berna yotoq uyiga kiribla ho'ngrab yig'lashga boshladi. Qahardan qilcha ranjimaydi. Chunki Qaharmi Bernaning ko'nglini avaylaganlik uchunla izchil Bernani aldab keldi. Bahor xonimdan ranjimaydi. Balkim Baharmi Qaharning aytgan bo'yicha bu ahvolni aytmagan bo'lishi mumkin. Berna karvat ustiga tashlanguncha karvatining yendiki ishkop ustiga qo'yib qo'yilgan ramka ichidagi Qaysarning rasmini qo'lga elib, ho'ngrab yig'lashga boshladi. Qaharning qo'llari laylab qolgan edi. Bernaning nima sababdan bundoq o'ksinib yig'lashlarining sababini bilolmay turib qolgan edi. Oxiri Qahar juratga kelib, Bernaning hujra uyining eshigini chekishga boshladi. Berna beshini ko'tarib, yoshlarini surtayotgandan keyin eshikka burilib qaradi. Ham
aynak yeniga kelib ko'zini yana bir qatim surtib etgandan keyin yugurguncha eshikni ochdi. Qahar Bernaning yig'lab qizirib ketgan ko'zlariga yana bir qatim qarab etgandan keyin eshikni yopqach Bernaning kompyuter ustilining yana qo'yib qo'yilgan o'rindiqni tortib elib, o'rindiqqa kelib o'ltirgandan keyin hujurning hamma yerga sapsilib qarab qo'ydi. Bu qo'saq og'riqi. Qo'saq og'riqining dorisi qizim. Mon iching. Berna Qaharning qo'ldagi dorini oldi. Qahar Bernaning belikidan tutquncha Bernaning yashang'irab turgan ko'zdagi yoshlarni surtkash yana bir o'rindiqqa tortib Bernaga o'ltiring degandek ishorat qildi. Qizim, nima bo'ldingiz? Biror bir nim demagandu sizga? Yig'labsiz-ku. Dada, nemishqa akam nemishqa turmaga kirib qoldi. Qahar tasaddibiy so'ralgan bu savolga nima deb javob berishni bilolmay, chiroyi tatargan holda yerga qarab oldi. Dada, sizni ranjimayman. Siz faqat mening azor yeb qolishimni xohlamadingiz. Biroq akam bilan ko'rishgim bor. Akam nima sababdan turmaga kirib qoldi? Akamizda gunoh yo'q qizim. Gunohi yo'q bo'lsa turmaga kirib qolamdi dada. Men akamizni saqchqanda elib chiqishning amalini qilyapman. Bir advokat do'stim bor edi. Bizmi Qaysarni elib chiqishning amalini qilyapmiz. Akamning zahda nima gunohi bor dada? Dana. Berna yig'lamsirg'incha Qaharga tikildi. Qahar tartib qo'yguncha Qaysarning ishlarini o'zining bilishchi so'zlab berdi. Berna og'izni chingib tutguncha bulduqlab yig'layotdi. Sizningcha bu xil ahvol ostida akam turmadan chiqalarmi? Chiqilib bo'larmi? Sizningcha mumkinmi dada? Mumkin bo'ldi qizim, mumkin. Qahar Bernaning yoshlarini surtib, uni bag'riga bosdi. Dada, men ketaychi. Mening Urumchida turg'im yo'q. Sizmi bu uyda turmaydi ekansiz? Siz chet eldan qaytib kelgandan keyin kelib tursammi bo'ladi-ku? Hey, joyil qiz. Yana shu gapni qilsiz-ku. Bo'pti. Sizning deganingizdek bo'lsin. Qaysarning ishini anglab, texim turg'ingiz kelmayotdi-da. Ha, dada. Renat ismli akash qandoq bo'lib Aqtamaqi sodasiga kirishib qopdi. Jamiyatdagi yomon bolalarning ta'sirida mush kunga qoldi. Do'st deganni ehtiyot qilib tutmas bo'lmaydi. Oxiri men saqchixonga kirib qilib tutildi. Bo'ldi. Doğruңызды içen şeytan kız. Berna kulimsirab qo'yib, beshini ling'ishtirib qo'ydi. Urumchidan G'ulja qarab uchgan aeroplan 50 necha minut ichida G'ulja aerodromiga kelib to'xtadi. Qahar bilan Berna atrofiga bir qo'r qarab o'tgandan keyin kichik mashinadan birini to'sdi ham yezdagi uyga qarab mandi. Berna orlab keyniga qarab turadi. Ansar Berna bilan bir aeroplanda kelgan edi. Biroq aeroplandan tushgandan keyin ularning xo'shlashish uchun fursatni bo'lmagan edi. Berna ilojisiz mashinaga chiqdi. Shoför bilan Qahar o'zaro uni deb paranglashib ketib boradi. Hamma yer Bernaga bo'lakchil tunish. Lekin bo'lakchilar ajoyib ko'rinyotdi. Mashinami dal Bernaning uyi oldida to'xtadi. Berna ko'zi qiymagan holda Qaharga qaradi. Qaharningmi ko'ziga yosh kelgan edi. Dada, uyga kiring. Siz kirib keting qizim. Sajida bilan ko'rishib yurmang. Berna dadisiga qiymagan holda ko'ziga liqqida yosh olgan edi.
Qahar yanchuqidan bir banka kartasini chiqardi ham Bernaga sungandan keyin qo'lidagi yana bir xaltani Bernaga sundi. Berna nima deyishni bilmay Qaharga qaradi. Bu banka kartasida 10 ming yuandek pul bor. İsrof qilib etmang. Nim olg'ingiz bo'lsa, shuni eling. Bu xaltadagi yonfunni sizga setib oldim. İçida kartama bor. Berna Qaharning gapining oxiriga quloq solmasdan Qaharni ching'at quchoqlagancha bulduqlab yig'lashga boshladi. Qahar Bernaning beshini silab, peshonasiga suyib qo'ygandan keyin Bernani uyiga kirgizibdi. Mashina mahalla ichidan chiqib ketganga qadar Berna mashina keynidan xeyli uzungacha qarab turib qoldi. Boquldab yig'layotdi. Qaharga chidamagan bo'lsa kerak. Odam degan ajoyib narsa. Har doim yo'qotgandila aslaydi. Qaharning Bernaga kulimsirab turib aytgan gaplari, kechalari Bernaning yeniga kirib, uning yotqanlarini o'ngshab yepib qo'yganlari, Berna bilan shuncha qizg'in paranglashganlari, hammasi Bernaning oldida birma-bir namoyon bo'layotdi. Darvozaning ochilgan ovozi bilan Berna ishtikli keyniga burilib qaradi. Jurat darvozani bir qancha tepib o'tganicha o'ylishiga qarab nimalarnidir deb g'o'tildayotdi. Berna Juratni ko'rib birdilla ko'ngli ko'tarilib qolgandi. Jurat g'o'tildiguncha keyniga burilib qaradi ham eshik oldida turgan Bernani ko'rib hayronlikdan turib qoldi. Meni qarshi olmaydigan o'xshamamsan. Yo'q, xush keldingiz. Yuring, uyga kiring. Nim bo'lganding? Boya bir nimalarni deb bizning uyning darvozasini tepib yuratding. Sajidadan bilan chiqishmayapman shu bilsiz-ku. Jurat Bernaning qo'ldagi narsa keraklarini olgach, Bernaning usti-beshi qarab qo'ydi. Burunga qaraganda xeyli zo'r o'zgarish bo'lgan edi. Juratning o'yliga kirishi bilan Sajida yana nimanidir demoqchi bo'lib, og'zini o'mchaytdi. Lekin keyindilla darvozani yopqincha kirib kelgan Bernani ko'rib, dong qetib qolgan edi. Sajida bilan Berna oddiygina yuz yiqib ko'rishdi. Sajida Bernaning kelganligidan yoki xush bo'lganini, yoki xafa bo'lganligini bilgil bo'lmag'dak holatda qarshi oldi. Jurat uyiga chiqib ketgan edi. Sajida ortiq gap qilmasdan qetib ko'kirib ketgan non bilan o'yildik tovuzliqdan pishib yerilib ketgan tovuzdan birini elib chiqdi ham ustal ustiga qo'yib qo'ydi. Nemiga qaytib kelding? Dadang degan bir nima yaxshi qaramabdi-da sana. Dadamga til tekkizmang. Men o'zim qaytib keldim. Ha, shundoq da'vatqan. Qaysar degan go'ymi o'rimchiga ketib qotil bo'lib o'ltadi. Mal egisini do'rimsa haram degandek. Dadamni bir nima deyishga salohiyatimiz to'shmaydi. Dadam qotil emas, siz qotil. Nima deding? Sajida Bernaning qochtig'i birini soldi. Bernaning ko'z chanoqlariga yosh to'lgan edi. U yuzini ching'ib tutquncha nafrat ko'zi bilan Sajidaga tikildi. Ham chamdonni ko'tirguncha o'yildan chiqib ketdi. Sajida Bernaning keynidan qarg'incha qo'pol ovozda so'radi. Hay, nega maqding? Dadangning yenig'imi? Dadangning yenig'i patmay mushiyaga ketgansa tayinliq. Berna qapoqlarini turguncha o'yladan chiqib ketdi. Ham Juratning uyiga kirib, shahardagi uyning ochqichini olmoqchi bo'lgan edi. Berna o'ziga qayerdan kelayotgan Jurat ekanligini sezmay qolgan edi. Balkim yeshining cho'ng bo'lishiga ergishib, turmush Bernaning irodasini tovlagan bo'lsa kerak. Darvoza ochilib, Sajida o'yla ichidan chiqdi. Ham Bernaga oliyib qarab qo'ydi. Nega borasan? Yura uyingga.
Bo'ldi. Dadamni tilsangiz kirmayman. Sana uyga kir deyapman. Berna Sajidaning törilgan qapqa qarab, ortiq gap qilmasdan chamdinni so'riguncha o'ylig'i kirib ketdi. Sajida ishikni jongi yopgandan keyin oshxona uyiga kirib ketdi. Berna chamdinni so'riguncha o'zining ilgari uxlaydigan hujra uyiga kirdi ham ishikni ehtiyot bilan yopgandan keyin Qahar o'ziga bergan xaltini ochdi. Qahar aytgandekla xalt ichida qip-qizil rangli telefondan biri turadi. Berna telefonga qaragancha ko'ngli yerim bo'lib o'tadi. Bahar xonim bilan Qahar uning ko'z oldida paydo bo'ladi. Texi bayotin Ansar xo'shlashga ulgurolmaganini esi kelib Ansarga telefon qildi. Biroq telefon xeyli uzungacha elinmagan edi. Berna titildigancha telefonni qaytlab urdi. Uchur yozdi, biroq necha soat o'tib ketgan bo'lsa-mu, Bernaning uchurlari javobsiz qoldi. Berna ichi titilgan holda o'ylig'i chiqdi. Raziya bilan Dilbar choyxona ichida paranglashib o'ltiradi. Bernaning chiqish bilan Raziya yugurib kelib, Bernani ching'ida quchoqlagancha qizg'in ko'rishib ketdi. 15-qism. Bernaning kuchki Bernani ko'rib, quyruqlarini shippanshitgancha yugurib keldi, ham Bernaning putlarini yalashqa boshladi. Qara, pistegimsini to'nib oldi mana. Rahmat sana Raziya. Pistigimdan bayla ansirgan edim. Arzimaydi, ansarning so'g'isi tursa bu. Raziya shundoq degancha qaqoqlab kulib ketdi. Ham Bernaning tumshuqining ushlanganligini ko'rib, tezla kulkisini to'xtatib oldi. Berna, biz bugun shaharga qaytamiz. Biz bilan birga kirib ketamsiz ya. Ha, shunda qilsin hocam. Jiqaraq gap o'gat Bernaga. Ati bizning etizliqqa berib, bo'ltirgan o'zimiz. Ishlarni tugatgandan keyin kirib o'qisimi bo'ladi-ku. Nima? Menmi ishlamdim? Berna eg'iz ichib bo'g'icha Sajida ko'zlarini chekchaytib juratga qaradi. Berna tumshuqini ushlaguncha Sajidaga qaradi. Ishlamay qanday qilatdingiz? Dadisi toza yomon o'gitibdi buni. O'rimchiga beribla, buningmi ko'zi echilib, qip-qizil sarang bo'lib yenib ketdi-ku mana. Berna gap qilmoqchi bo'ldi. Biroq yanchuqidagi telefonning titrayotganligini sezib, keyniga burilguncha telefonga qaradi. Bu telefon dal Ansardan kelgan edi. Berna bo'lakchil xo'shal bo'lguncha hujra uyiga yugurib kirdi. Uninggacha telefonmo to'xtab qolgan edi. Berna telefonni qaytarmoqchi bo'lib, telefonni urdi. Telefon xeyli uzun ulangandan keyin oldi. Voy, Ansar. Bernama? Ha, men. Bayatdan aerodromga kepibla seni topolmay qoldim. Xo'sh deb qo'yishga ulgurmay qoldim. Senchu nada? Ha, yo'q, hech qisi yo'q. Berna Ansarning bu xil ifodasidan ranjigandek qaytlab so'radi. Sana bir ish bo'ldimi, Ansar? Nim bo'lding? Berna opam qazo qilib 3 kun bo'pti. Dadam men bilan aloqalashamay. Ansar gapining oxirini deyishga jur'at qilolmay jimib qolgan edi. Berna nima deb tasalli berishni bilmay turib qoldi. Berna telefonni qo'yib bir oz o'ylanib turib qoldi. Ansarning opasining nazarsiga bo'lsa-mu berib qo'yimiz bo'lmaydi. Yana kelib Sajidaning qarori bo'yicha aytganda, u bir necha kun bo'ljirgan o'z ishlari bilan bo'lib, shahar ichi kiralmasligi turg'anli gap edi. Sajidaning qo'pol ovozi yana anglandi.
Berna Sajidaning o'zini chaqirayotganligini sezib, yugurguncha o'yiliga chiqdi. Qochquchilarni yuyayli ya. Urumchida qochquchilarni yumay tomoq yem degan ya. Gap qilmasa nimandaq o'zini bilmaydi bu. Berna ortiq gap qilmasdan tomoq ustini yug'ishtirishga boshladi. Sajida so'mkisidagi g'irim buyumlarni elib, g'irim qilyotdi. Nega barsiz? Nega barsam sana doklad qilib etib baramdim. Bayatdan samanchilab qo'ydim. Kala qo'ylarga seppa, ondan kiralg'oda kiyim kechak pa, ab chiqib yuyvat. Men bugun kecharak kelaman. Berna tartib qo'yguncha beshin ling'ishitib qo'ydi. Bunaq chiqishlarni qanday qilib bo'la oladi Sajida hada? Kirlarni ati yusimi bo'ladi emasmi? Osh, ati o'yinlarni aqartimiz. Yana bo'ljirgan uzilgan ishlarmi bor? Roziya bilan Berna bir-biriga qarab qo'yishdi. Sajida so'mkisini ko'targuncha chiqib ketdi. Berna Sajidani uzitib, darvozani taqavatgandan keyin o'yildagi choyxonaga kelib, orolga o'ltirib oldi. Roziyami qo'ldagi qochquchilarni joyiga tizib qo'yib qo'ygandan keyin Bernaning ko'z chanoqlariga to'lgan yeshilni surtdi. Bo'ldi, yig'lama. Mijazi shundaq-ku Sajida adamning. Bir chaqlarda xili o'ngshilib qolgan edi. Bugun nim bo'ldigina? Yana ko'ni kesili qo'zg'algan o'xshaydi. Hatta Bahar opamni men bunday muomala qilib boqmagan. Bekor keldi. Bahar degan o'gay opangmigina? Sana Bahar adam to'g'riliq keyinchi deb berman. Bak esil, bak yaxshi ayol u. Men texi shu ayol bilan chiqishamay qaytib kelgan o'xshaydi debdiman. Bir yaxshi uydan nimaga qaytib kelding? Qahar akam ranjitib qo'ydimi ya? Berna beshini chayqab qo'ydi. Roziya, bayatdan Ansarga telefon qilgan edim. Apsi tugab qolg'ali 3 kun bo'pti. Atidan boshlab bir mezgil aldirash bo'lib qolgandekman. Qanday qilsam bo'la? Bugun berib kelganman. Uzun o'tirsangmi, bir berib kelganing yaxshi. Bo'lmasa uyning atladin hargiz boramaysan. Uyning ishlarini men qilib turay. Roziyaning gapini anglash bilan Bernaning chiroyiga kulki yugurdi. Rostavatamsan, qandoq bo'ladi? Ish qandoq? Tiz bola apan kelishdan burun qaytib keljimu? Berna hayajonlangancha yugurguncha cho'ng yo'l bo'yi qarab chiqib ketdi. Xuddi mashinami uni saqlab turgandekla yo'l bo'yiga to'xtatilgan edi. Berna oldirguncha mashinaga chiqdi. Mashina ichida odam shalon edi. Berna shaharga tezroq kirishga oldirab titildayotdi. U tuyuqsizli bir narsani esiga elib, yonchuqqa qo'lni soldi. Pullarning hammasi uyda qolgan edi. Berna shopirga to'xtating demoqchi bo'ldi-yu, biroq mashina allaqachon yo'lning yarmiga kelib bo'lgan edi. U qanday qilishni bilmay, levini chingida tishlaguncha turib qoldi. Uningcha biletchi yigitning bilet elining degan so'zi uni cho'chitibdi. Sizni bilet eling da'vatimi? Berna nim deyishni bilamidimi yoki mashinadagi o'ziga qarab o'ltirganlardan xijil bo'layotamdi, ishqilib yuzlari qizirib ketgan edi. Pulni unutib qoldim. Nima? Kallangiz joyidami? Qanday qiz bola bu? Xuddi otarbusda ketib qolgandek. Aka, men shaharga kirib beray bo'lamdi. Siz odamni chelayotamiz ya? Biletchi qapoqlarini turguncha Bernaga oliyib qaradi. Oho, uka, 5 yuan pulga mishinchilar qilish ketamda. Tuta, olayam pulni. Keyindik o'rinda o'ltirgan biri shundoq degach Bernaning kira pulini to'lavatdi. Berna
xijilliqdan yerga kirib ketgudek bo'lib atadi. Hatto keyindiki o'ziga yordam qilgan odamning chiroyiga qanday qarashni bilolmay, yerga qaraguncha beshini ko'tarmay jimmida turib oldi. Biroq keyingi tarafdagi ikki ayolning qilishgan gaplari Bernaning quloqiga kirib qoldi. O'zining dadasi aqsudis qilib turmaga kirib ketgan. Yaqinda cho'ng o'g'limi aqsudis qilib turmaga kirib qatdimish. Voy, mal egisini doğrumuz haram degan shu emasmi? Bernaning ko'ziga liqqida yosh to'ldi. Bu gap uning butkul janjahldan o'tib, yuragi og'riyotdi. Butkul dunyo uning ko'ziga qorong'i ko'rinyotdi. U keyniga burilib, mush gaplarni qilgan ayolni yetkichi tillab, ichini bo'shitib olg'isi kelyotdi, lekin bu bir necha eg'iz gap uning qalbini qattiq zarda qilg'aydi. Hay, tovdanglar, tova. Keyindiki egiz kelgan qoramtil bir shundoq degach, yiliq ayollarga qarab beshin chayqab qo'ydi. U ikkisi yana nimindir demoqchi bo'ldi-yu, lekin Bernaning yosh egib turgan ko'ziga qarab, ko'zlarini tezla elib qochdi. Mashina oxir shahar ichiga yetib kelgan edi. Berna hech nimani sezmasdan xiyolga patqancha o'ltiradi. Keyindan sho'pirning siz tushib qolmamsiz degan ovoz bilan Berna cho'chib atrofga qaradi. Darvaqa mashinada o'zidan boshqa hech kim qolmagan edi. Berna ig'ir qadamlarni oralla olguncha ishik yeniga keldi. Tuyuqsizlar besh qattiq qiyib yiqilib tushdi. Atrofdagi hammaylar Bernaning atrofiga yig'ildi. Ham uni ko'tirguncha doktorxonaga elib kirdi. Berna ko'zni ochganda doktorxonada yotadi. Ansar tit bo'lguncha u yoqdan bu yoqqa mengib yuradi. Bernaning mushiq kelganligini ko'rib, Ansar yugurguncha Bernaning yeniga keldi. Qanday qilib qoldingiz? Yaxshi. Ahmoq qiz. Bugun mijozingiz yo'q bo'lgan-ki, yaxshi ramasangiz bo'lmamdi. Men xafa bo'lmaydim emasman. Qarang sizni. Bu yerdaligimni qanday bildingiz? Uyingizdagilar xafa bo'lib yurmasa? Boyatin bekatdagilar sizni doktorxonaga olib ketdi-ki, sizga telefon qilsam, telefonni sestra qiz elib, doktorxonaning adresini aytib berdi. Shu bo'yicha keldim. Qandaroq tursiz? Opangizga telefon qilib qo'ygaydim. Nima? Opamga telefon qildingizmi? Nima ishqa? Berna oloq zodilik ichida Ansarga tikildi. Bo'ldi, siz yaxshi orom olib turing. Men hozirlik kiraman. Qo'rsig'ingizni ochqandi? Yo'q, ochmadi. Yenimda o'ltirib, men hamra bo'lsangiz bo'ladi. Voy shayton qiz. Ansar Bernaning burnini chimdab qo'ydi. Oradan ishik ichilib, Sajida qapoqlarini turguncha kirib keldi. Ham Berna bilan Ansarga oliyib bir qaravatgandan keyin kelibli Bernani noqishqa boshladi. O'lim azliq qildi sana. Kimsini bu yerga kelsin debdi, ha? Mushundaq bo'ladi shu. Gap anglamay mushundaq yaxshi kun ko'ratding. Kechiring. O'lgan bo'lsam xiyolimga kirib chiqmaydi mening. Sajidaning gapi Bernaga bak eg'ir ketib qoldi. Bernaning ko'z chanoqlari namdaldi. Uninggacha Nadira bilan Madina bir necha xil mevani ko'tirguncha yotoq ichiga kirib keldi. Sajida to'xtamasdan Bernani ayiblayotdi. Ansar bo'lsa chiroy tatargan holda Sajidaga bir xil nafratlanish qarab turardi. Lekin Sajida hech to'xtaydigandek emas edi. Aksincha texmi koyib yotoq ichini bir olgan edi. Cho'ng akang oqsaytib turmaga kirib qoldi. Sen Muhammadning o'limiga sababchi bo'lganing yetmagandek, endi mushkunga qolding. Sajidaning gapi oxirlashmayla Ansar Sajidaga qarab qo'lni shiltidi. Bo'ldi bas. Yetar.
Bugün doktorlar Berdan ciddi karakterlik yürek muskul tıkılması bor deydi. Texi emdil 16'ga kirgan qizni bu kasallikning borligiga ishongim mumkinmidi? Endi tushunyapman. Berna o'zingizning qizidir. Sizning deganlaringizni bir o'gay onami demaydi. Oş, to'la beshimni og'ritmay yotoqdan chiqava adash. Ko'zimga sat ko'rinibman shum. Sajida Ansarni urmoqchi bo'lib qo'lni ko'tardi. Sajida hada, agar sizning mushunda qo'pollik qilishingizni bilgan bo'lsam, Ansar hargiz 15 ming yuan pulni sizga berib turmagan bo'ladi. Nima? Sajida Ansarni urish uchun ko'tarilgan qo'llari havoda laylab qoldi. Siz qatnash vaqtisiga yo'liqqanda sizga 15 ming yuan pul bergan odamning kimligini bilamsiz? Dal Ansar edi. Berna necha qatam menga pulni qaytarmoqchi bo'ldi. Rad qilib keldik. Sababi Ansar. U pulni elishni xohlamadi, bilamsiz shuni? Sajida hech qanday ifoda bildirmasdan yotoq ichidan chiqib ketdi. Berna ovozni qo'yitib, ho'ngrab yig'layotdi. Berna, sizga ishonaman. Siz bek oq ko'ngil qiz. Opangizning deganlarini hargiz ko'nglingizga olmang. Ansar, Madina, Nodira, men qotil emas, akam qotil emas.